Assalomu alaykum hurmatli Universal Suite kanali obunachilari. Bugun bizda yangi videorolik. Demak, ushbu videorolik izohlarda ko'pchilik bu yil ballar ko'tariladimi yo'q degan savoliga javob tarzida tayyorlanyapti. Va do'stlar, buni bilish uchun eng avvalo biz yakuniy natijalarni kutishimiz kerak. Ya'ni barcha talabalar test topshiradi va ularning topshirgan ballari hisoblab o'rtacha va eng past ballar hisoblab chiqiladi. Va men topgan ma'lumotlarga, rasmiy ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsam, 50% dan ortiq abituriyentlar hattoki 56.7 ballni ham to'play olishmagan. Bu juda ham yomon degani. Ya'ni talabalar kira olmagani bu aslida ular uchun yomon, lekin boshqa bir tarafdan bu raqobatni kamaytiradi degani. Ya'ni yetarli ball to'play olmayapti, bu raqobatni o'z navbatida kamaytirib qo'yadi. Va talaba bo'lish imkoniyatingiz nisbatan oshadi, lekin to'g'ri ba'zi bir sohalarda ball ko'tarilishi kutilyapti, ammo lekin hammasida ham emas. Xullas, mana bu nima degani? Bu yil ham talaba bo'lish imkoniyati juda ham yuqori avvalgiga qaraganda, chunki menimcha o'zlaringiz ham bilasiz, ko'pchilik yoshlarimiz hech narsaga tayyorlanmasdan shunchaki tavakkal belgilab imtihonga chiqib ketishyapti. Shuning hisobiga ham boshqa talabalarga yo'l ochilyapti nisbatan. Agar siz 100 balldan ko'proq ball olgan bo'lsangiz, sohangizga qarab albatta, sizda talaba bo'lish imkoniyati yuqori. Va albatta sizlarga ham yana bir narsa eslatib o'taman. Bizning konsultatsiya xizmatimiz bor, ya'ni hali siz soha tanlab o'rganmagan bo'lsangiz va qaysiga topshirish kerakligini bilmayotgan bo'lsangiz, ya'ni bilasiz, noto'g'ri soha tanlab qo'ysangiz, ballingiz yuqori bo'lsa ham talaba bo'la olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun ham biz o'zimizning konsultatsiya xizmatimizni taklif etamiz va unga ko'ra biz sizga kerakli bo'lgan 5 ta yo'nalishda ketma-ketlikda tortib beramiz, ya'ni strategiya qilib beramiz. Talaba bo'lishingizga bu albatta katta yordam beradi. Shuni ham hisobga olib qo'ying. Albatta sizga shu xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiraman Telegram hisobimizni va o'sha yerga yozishingiz mumkin. Albatta, yana qaytaraman, u Yakub Xan bo'ladi. Kuchukcha Yakub tag'isi KXA ni. Shunday bo'lsangiz chiqib keladi. Albatta bu izohlarda ham bo'ladi. Hozircha video shundan iborat edi. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol izohlarda yozishingiz mumkin.